8-dars. Klaviatura va sichqoncha bilan ishlash ko'nikmalari. Klaviatura nima? Ko'rib chiqamiz. Klaviatura tashqi qurilma hisoblansa-da, foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasida muloqot o'rnatishga mo'ljallangan asosiy qurilmalardan biri hisoblanadi. Kompyuter bilan ishlashda klaviatura va sichqoncha asosiy boshqaruv qurilmalari hisoblanadi. Ular orqali buyruqlar kiritiladi va dasturlar boshqariladi. Matn, buyruq, raqam va maxsus belgilarni kiritish qurilmasi. 101 dan 105 gacha tugmali standart ko'rinishda bo'ladi. Klaviaturalar asosan. Klaviatura tuzilishi. Klaviatura bo'limlari. Alifbo raqamli klaster, funksional tugmalar. Bular F1 dan F12 gacha boshqaruv tugmalari. Ctrl Alt Shift Windows knopkasi Tab, Ctrl Right Ctrl va boshqalar. Navigatsiya qurilmalaridan Home and Arrow keys tugmalari giradi. Raqamli blok bu numpad. Numpad klaviatura asosan o'ng tomonda joylashgan bo'ladi. Klaviatura tuzilishi rasmda nabzada S birinchi knopkasi, S bes asosan oynalarda jarayonlarda chiqish knopkasi bajaradi. Undan keyin bizada F1 dan F12 gacha funksional tugmalar. Keyingi print screen ekraningizni screenshot qilish uchun aynan ko'rib turganingizdek rasmda o'ng tarafda numpad bir raqamli ko'rinishi. Bu yerda ko'paytirish, bo'lish, qo'shish amallarni bajarsak bo'ladi. Bu oyna bilan yaxshilab ko'rib chiqib tanishib olasizlar. Muhim tugmalar va ularning vazifalari. Enter buyruqni bajarish, backspace belgini o'chirish, shift katta harf maxsus belgi, Ctrl S kontrol nuqsa olish, joylash, alt tab oynalar o'rtasida o'tish. Sichqoncha nima? Kompyuterni boshqarish uchun kursorni harakatlantiruvchi qurilma. Yakuniy natija elementlarini tanlash, ochish, ko'chirish va boshqa narsalar uchun ishlatamiz. Sichqonchaning tuzilishi. Chap tugma tanlash ochish uchun, o'ng tugma kontekst menyusi. Sichqoncha g'ildiragi scroll bar bu oynalar o'rtasida VKPSga harakatlantirish uchun kerak. Sichqoncha tuzilishida optik lazer sensor bor. Sichqoncha bilan asosiy amallar. Bir marta bosish, ikki marta bosish amallari, o'ng tomonni bosish, right click, sudrab olib borish, scroll ko'tarish, tushirish uchun ishlatamiz. Amaliy mashg'ulot. Klaviaturada matn yozish. UGSF 10-20 so'z sichqoncha yordamida pastga papka yaratish, fayllarni ko'chirish va nomini o'zgartirish.